Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Qo'zi qo'chqarlardan olmoqchi bo'lgan obunachilarimiz bo'lsa, xudo xolasa mana Qurbon hayiti yaqinlashyapti. Agar qo'chqor O'zbekiston qilaman degan, qurbonlik qilaman degan hoji akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz sizlarga 60 atrofida semiz qo'chqorlar topib qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Kanalga like'larni bosinglar, kanalga podpiskalarni qilinglar. Videomiz yana ko'proq odamlarga tarqalishiga sababchi bo'lasizlar. Obunachilar, mana Umarjon akamiz oldiga keldik. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Olyapsizmi? Rahmat. Barakasini bersin. Akajon, bular sotiladi deb eshitdik. Bularni endi video qilib o'tamiz. Narxlarini, necha oyligini, necha yasharligini hammasini aytib o'tasiz, xudo xolasa. Akajon, bular necha oylik bo'ldi bu qo'chqorlar? Bularda oyligi 11 oylik, 10 oylik shunaqa. 11 oylik, 10 oylik. Soni 60 dan oshiq, 63 ta bor. Soni bu yerda. Bularda 11 oylik ekan, xudo xolasa tish buzmabdi. Endi kelib qolgan, xudo xolasa. Hozir bular yem yeyaptimi, yemayaptimi aka? Yem yeyapti bular. Yemda turgan, 4 oy, 5 oy yemda turgan bu qo'ylar. Zoti hisori qo'ylar, xudo xolasa. Ichida zotga ham bor, qurbonlikka ham bor. Hayya, xudo xolasa, holati. Obunachilar, mana xudo xolasa sizlarga video qilib, chiroyli qilib mana qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. 11 oylik ekan, yemda turgan qo'zi qo'chqorlar ekan. Bu yerda bu qo'chqorlarimiz Qozog'istondan kelgan ekan, zotga, go'shtga, xudo xolasa. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda dorper ham bor ekan, kashtan ham bor ekan, isori qo'chqorlarimiz ham bor ekan. Mana obunachilar, sizlar uchun chiroyli holatda mana bular dumbalarini qaranglar, buni chiroyliligini. Mana mana obunachilar, xudo xolasa, akamiz bu yerda nechta dona aka bo'ladi son? Bu yerda 63 ta qo'chqorimiz bor ekan obunachilar. Mana manzilimizni aytadigan bo'lsak, Xo'jaobod tumani, manzilimiz Xo'jaobod tumani Beshqovoq. Bu yerda Beshqovoq, zapravkadan savxoz. Zapravka bor, metan zapravkamizdan 500 metr bu yerda, yaqin orasi. Lakassalari bor, lakassalarni tashlab beramiz, aloqaga chiqishaveradi, xudo xolasa. Pastga telefon raqamlarini qoldiramiz, akamiz nomerlarini qoldiramiz. Akamizga xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, zotga deysizlarmi, Qurbon hayitgacha baqamiz deysizlar, mana xudo xolasa chiroyli. Bularni bo'ylari chamasi nechi aka? Bo'ylari 90 atrofida ular. 90 plus minus, 90 plus minus ekan. Mana kattasi ham bor ekan, kichigi ham bor ekan. Mana qo'ylar semiz, xudo xolasa, yemda turgan bular. 5 oy, 6 oy yem yegan qo'ylar hammasi semiz holatda, yaxshi holatda. Xudo xolasa yem yeb turgan, mana xudo xolasa haligi bozorda bilsangiz aka, birarga qo'chqorlarni hali suymaydi. Qanaqa qo'chqorlar suymaydi? Hali dumbalari mana ko'rib turibsiz, dumbalari mana pastga tushib qolgan, dumbasi katta. Nimaga suymaydi? U yog'i ko'p bo'ladi. Mana bular xudo xolasa hammasi ikki dumli qo'chqor ekan. Bitta ikkita bor endi buning ichida ham kam. Bu yerda bitta ikkita bor, lekin bularning sifati xudo xolasa 100 ga 100 ekan. Bu yerda hisori dedingiz, yana nima dedingiz? Hisori o'zi. Aslida hisori hammasi. Aslida hisori Simjun deganidan, xudo xolasa. Aslida hisori, simjun, kashtan zoti ham bor ekan. Bu yerda mana zakasga mana akamiz, bir akamiz zakas qilgan ekan, mana dorper zotli, mana dorper zotli qo'chqorlar ham bor ekan. Mana xudo xolasa obunachilar, zotga olsanglar ham bo'ladi buni. Qurbon hayitgacha jinni baqib turib foydalanaman deb turib bahsinglar ham bo'ladi. Holatlari xudo xolasa chiroyli ekan. Bozordan olib juda ko'pchilik kasal yuqtiryapti. Hozirgi paytda mollarga yashil kasali tegyapti. Qo'ylarga ham juda o'tishni boshlagan. Qo'ylar ham yashil kasal juda ko'p veterinar xizmatida ishlaydigan doktor akalarimiz bilan gaplashdik. Qo'ylarda ham juda ko'p bo'lyapti deyapti. Obunachilar, mana bu yerda agar olaman desanglar, bu yer mana tayyor, o'zini uyida, o'zini fermasida akamiz mana shu qo'ylarni olib kelib xalqimizga tarqatadi, xalqimizga foydalangani, bozorda yurgan olib sotar akalarimiz uchun non chiqarib beraman deb akamiz xudo xolasa Qozog'istondan o'zi olib o'tadi. Aka, bu qo'ylarni nechta dona hozir soni? 63 ta bu yerda hozir. Bu yerda 63 ta. Bundan tashqari yana keladimi? Pastda bo'ladimi? Pastda ham bo'ladi, xudo xolasa. Ketib uzilmaydi. Har doim bor qo'y, xudo xolasa. Ular har doim bor ekan. Bo'ldi, zakasga
Sog'liqlari-chi? Sog'liqlari bir hafta garantiya beramiz yeb ichishiga. Sog'liqlari sog'lom, xudo xohlasa hammasi. Keyin buni Odili kiloga ham beraveramiz agar. Jilovesiga, kiloga Jilovesiga ham ham beraverasiz. kelishib berilaveradi. Oyog'iga olamiz desa, oyog'iga ham beraveramiz. Juda ko'p Kelsa, xudo xohlasa qo'yib olib ketadi. Xayrini qilib, inshaalloh chiroyli qilib beramiz. mana obunachilar akamiz xohlasa kiloga deyapti, xohlasa turishiga, oyog'iga beramiz deyapti. Obunachilar mana xudo xohlasa akamizni fermasi halol va haligi aldamaydi, firibgarlik qilmaydi. Akamizni o'zimiz ham taniymiz. Ko'p holatlarda zotdor qo'ylarda olib kelgan. Kerak bo'lsa o'zimiz ham olib akamizdan baqqanmiz. Sizlar uchun xudo xohlasa mana Andijon bo'ylab, Vodiy bo'ylab ham dastavka qilib beraverasiz aka. Hozir bo'ylab qilib beramiz dastavka. Vodiy bo'ylab ham dastavka qilib Ha, beraverasiz. hozir bo'ylab qilib Akamiz beramiz. o'zini mana 2 dona labosi bor. Labolarimiz Behijolat bor. aloqa chiqarasizlar. Dastavka xizmatlarini ham qilib beradi akamiz. Obunachilar mana zotdor qo'zlarimiz uchun. Aka endi xudo xolasa 7 baraka kanalidan keldik desa, nech puldan qilib berasiz endi? Ashuni pulini ayting mana. Bu yerda Odili 6 milliondan 7 millionga qo'y bor o'zi. 6 milliondan 7 million Ha. so'mgacha bo'lgan qo'ylar. Shuni orasida kelishamiz. Siz obunachilaringiz kelsa, xudo xohlasa xayrini qilib, chiroyli qilib beramiz. Xayrini ham qilib berasiz, Ha, xudo albatta qilib beramiz. Zastavkalarni qilib beramiz. Vodiy bo'ylab nechtagacha misol? 5 ta gedovur besplatni yetkazib bera olamiz. 5 tagacha besplatni yetkazib berasiz. Tepasi olinaveradi. Uni tepasiga olinaveradi. Bo'ldi. Optimga ham beraveramiz. Bir dona olaman degan ham kelib, xudo xohlasa olaveradi. Bir dona olaman degan ham, 10 ta olaman degan ham behijolat aloqa chiqaversin. Bo'ldi, obunachilar mana Vodiy bo'ylab, Andijon bo'ylab qo'chqar baqadigan akalarimiz mana xudo xolisa manaqa chiroyli, zotdor, sifatli, 100 ga 100 bo'lgan qo'chqorlarimiz mana sizlar uchun video qildik. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Akamizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa mana shu qo'zi qo'chqarlarimizni sizlar uchun dastavka xizmatini Namangandan bo'ling, Farg'onadan bo'ling, Andijondan bo'ling, xudo xolisa dastavka xizmatlari kelishuv asosida bo'ladi. 5 tagacha bo'lsa, besplatni ekan, uni u yog'iga behijolat kelishuv asosida qilinaveradi. Qurbon hayitga bahsingiz ham xudo xolisa tayyor bo'ladigan ekan, hali tish buzmagan ekan. 11 oylik qo'zi qo'chqorlarimiz ekan. Mana qo'chqorlarimizni bir video obzor qilib chiroyli holatda oldik. Kanalimizga obuna bo'linglar. 7 baraka kanalimiz xudo xolisa sizlar uchun xizmatda manfaatli videolar chiqarishda sizlar uchun harakat qilamiz.